Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz tarixdan yasalgan ko'rpacha va yostiqlar haqida. Bunday yostiqcha va ko'rpachalar uzoq yotgan yotoq yaralar paydo bo'lishini oldini olish uchun yotiqli kasalliklarda, qon aylanishi buzilgan, bo'g'im kasalliklari, gemoroy kasalligi, prostatitlar, qovoqda kasallik bo'lsa, bel sohalarida og'riq va kasallik bo'lganda hamda yosh bolalarda oyoqlarida masaj olayotgan paytda ularni shu ko'rpachalar ustida yotqizish juda ham maqsadga muvofiq hamda barcha nervlarni masaj qilib juda ajoyib orom beradi. Ushbu ko'rpacha va yostiqlarni uzoq kompyuter yonida o'tirib yoki ustolda o'tirib ishlaydigan ishchilarga ham tavsiya qilamizki, bu narsa yuqoridagi aytilgan kasalliklardan tashqari qon aylanishi buziladigan, nervlar tugiladigan holatga keltiradigan kasalliklarni oldini olish va davolashda juda ham foydalidir. Ishonmasangiz, ushbu ko'rpachalarni ustiga 3 kun o'tirib qo'ying,